Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Mana yana biz sholdarlar tayyorlashni boshladik. Bugungi sana 14-may 2026-yil. Bu yilgi narxlarda o'zgarishlar yo'q. Traktor chakalarimiz xizmatda. Haydovlar 600 ming, hali ham o'shanday. O'q marzalar ham 300 ming so'mdan. O'rta pallarni yopish tekstashi bilan 700 ming so'm bo'lyapti. 500 ming hali yopish, 200 ming so'm tekstashi. Hammasi birdaniga chiqib ketyapti. Yopish quvvat bersin akalarimizga. Shu bratimiz ham ertalab ta'mir to'xtagani yo'q.